Azizlar, siz Assalom O'zbekiston dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Aziz yurtdoshlar, huquqiy bilimlarga ega bo'lish bugungi kunda har bir fuqaro uchun har doimgidan ham ahamiyatliroq desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, qonunni bilish, huquqni bilish bu nafaqat o'zini himoya qilish, balki o'zgalar huquqini ham hurmat qilishga kiradi. Huquqiy sahifamiz orqali biz siz azizlarga amaliy maslahatlar, shuningdek huquqiy yangiliklar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Albatta, bugun xodim va ish beruvchi bilan bog'liq huquqiy bilimlarimizni mustahkamlaymiz, tomosha qilamiz. Marhamat. Mehnat qonunchiligiga ko'ra, ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi nizolar ikki turga bo'linadi. Yakka tartibdagi nizolar va jamoaviy nizolar hisoblanadi. Yakka tartibdagi nizolar birinchi navbatda agar tashkilotda ish beruvchi va xodim o'rtasida nizo paydo bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha tashkilotdagi yakka tartibdagi mehnat nizosi bilan ko'rib chiquvchi komissiyada ko'rib chiqiladi ushbu toifadagi nizolar. Bundan tashqari, agar ushbu komissiyada hal etilmaydigan bo'lsa, keyin xodim o'z e'tirozini sudga oshirib, sudda, demak, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda hal qilsa bo'ladi. Bundan tashqari, xodim aynan o'sha tashkilotning yuqori turuvchi tashkilotiga ham murojaat qilib, o'zini shikoyatini, demak, amalga oshirishi mumkin. Bizda mediatsiya to'g'risidagi qonun bor. Undan tashqari, aynan mehnat kodeksida ham ko'rsatib qo'yilgan nizolarni hal qilishda boshqa bir muqobil usul sifatida mediatsiya usulida ham mediatorni, professional mediatorni jalb qilgan holda ushbu turdagi nizolarga barham bersa bo'ladi. Jamoaviy nizolarchi, agar butun jamoa va ish beruvchi yoki ish beruvchilar va jamoa o'rtasida nizo paydo bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha tashkilotda yarashtiruv vositachilik usulida hal bo'ladi. Instrument bilan agar hal bo'lmaydigan bo'lsa, keyinchalik professional mediatorni jalb qilgan holatda jamoaviy nizolar ham hal etiladi. Agarda bunda ham hal bo'lmaydigan bo'lsa, bizda doimiy faoliyat yuritadigan mehnat arbitraji bor. Ushbu mehnat arbitrajiga murojaat qilib, jamoaviy nizolarni hal etsa bo'ladi.